Men bu samolyot uchun 2,5 million dollar sarfladim. Endi 11 ta YouTuber qo'lini shu samolyotga qo'yadi. Eng ko'p ushlab turgan shaxsiy samolyotni yutadi. Samolyotni qo'yib yuborsa, o'yindan chiqadi. Musobaqa boshlandi. Qoidalar oddiy. Hech kimni itarish mumkin emas va bo'ldi. Menda hech narsa rejalashtirilmagan. Men g'alaba uchun hammasiga tayyorman, hatto o'zimni iflos qilishga. Eshitishimcha bu joyda juda ham ko'p baqiroq odamlar bor. Hazil emas. Bu musobaqaning g'olibi haqiqatan ham samolyotni yutadi. Balki joyimdan qocharsan? Menimcha eng zo'r joy meniki. Gapingga qo'shilmayman. Jimmy ataylab salqin joyga qo'ymagan. U aql bilan ish tutgan. Siz qo'lingizni samolyot bo'ylab yurgizishingiz mumkin. Buni qanday qilaman? Mana shunday. Sekin. Qanday holatda turibsan o'zi? Hozirgina qo'lim mana bunday qildim. Aqldan ozdiradi. Seni g'alaba strategiyan qanday? Men sabrli odamman. Biz Mr. Uzbek kanalini bilasanmi? Ha, u Mr. Beast videolarini o'zbek tiliga dublyaj qiladi-ku. Speed o'yinni qiynashtiryapti. Sen qo'lingni ko'tarmadingmi? Sen meni chalg'ityapsan. Men bilaman. Mana shunday qilsam keyin u qo'lini olib qo'ydi. Vay! Men o'ylaymanki, endigina birinchi odamni chiqardik. Vik o'yindan chiqdi. Men uni birinchi chiqib ketishiga ishonardim. Menimcha endi farq ko'riladi. Ha, men aniq qo'limni ko'tardim. Sizlar ham ko'rishingiz uchun olib keldim. Sizlar endi 10 ta qoldingiz. Men ketdim. Sendan keyin kim chiqadi deb o'ylaysan? Xo'p, ana u Chunkiz. Chunki u holdan toydi. Ha, to'g'ri. Chunkiz do'stim, sen chiqib ketmoqchimisan? Ehtimol. Debet kartamni bersam chiqib ketasanmi? Nima? Ishlaydimi? Ha, albatta. Juda aldandim-da. Yo'q, Jimmy aldamaydi. Undan qancha sarflashim mumkin? 10,000 dollardan keyin to'xtaydi. 10,000 dollar? Ha, albatta. Men o'yindan chiqdim. Ke xayrlashaylik, mayli. Men qilmadim, og'zingni yop, men buni umuman bilmasdim. Aysho Speed o'yindan chiqqaniga juda ham xursandman. Buni hukmini senga beraman. Sana qayerda? Bu seni deng, 5 saniya oldin. U shunchaki qo'lini ko'tardi va chiqib ketdi. Chunki 10,000 dollar yutdi va Speedni hech narsa qilmasdan chiqishga majbur qildi. Meni hafsalam pir bo'ldi. Bu jinnilik. O'yinimizni Aysho Speed tark etdi. Men Chunkizni tunlari bedor qarg'ayman. Xayr Speed, yaxshi bor. U bizni ustimizdan kulyapti. Hozir 3 kishi o'yindan chiqdi. Endi narsalarni qiynashtiraman. Biz butun aeroportni ijaraga oldik. Shuning uchun piyoda yuramiz. Qaril, tez haydamaslikka iltimos qilaman. Agar hammasini chiqarib yuborsang, 2 daqiqada bu video tugaydi. Kelishdik. Ular samolyotni tortishmoqchi. Samolyot harakatlanmoqda. Biz ham harakatlanamiz. Hech kim ishonmaydi. Men nima qilayotganimni aytsam. Bu xususiy aeroport emas. Bu tijorat aeroporti. Shunchaki piyoda yurganimizdan men xursandman. Shu tezlik yetarlimi? Faqat tezroq. To'xta Jimmy, to'xta. Bu samolyot ekan do'stim. Agar men g'alaba qilmasam, adolatli. Agar Vik kabi qilsam, jahlim chiqadi. Qo'lim uje sezmayapti. Oyoqlarim uje sezmayapti. Shu yerda kattakon ombor bor. Mana keyingi manzilimiz. Musobaqaning 2 soatidan so'ng bolalar hojatxonaga muhtoj bo'lishdi. Sizlar bizning hojat chiqish usulimizni sinab ko'rmoqchimisiz? Chelak metodini tanishtiraman. Hey, qo'lingni joyidan olmaysan. Agar qo'lingni olib qo'ysang, o'yindan chiqasan. Shaxsiy hayotimga aralashma, endi chiqyapti. Chelakni o'tkazib yubordim, uzr. Men bo'ldim. Bizda hech narsa soxtalik bilan qilinmaydi. Butun o'yin davomida odamlar ularning qo'llarini kuzatyapti. Qo'lim shaxsiy samolyotda, lekin yonimda hojatga chiqayotgan odamning ovozi. Lazar, oldimga chiq do'stim. Qanday qilib chiqaman o'zi? Bunisini bilmadim. Agar meni pastdan o'tkazsanglar, hammangizni samolyotda sayrga olib chiqaman. Senda eng ko'p obunachi bor. Kim qaysi tartibda samolyotga kiradi? Teskari tartibda kiramiz. Bu yomon bo'ladi. Men zo'rg'a yuribman. Bu juda qiziqarli. Iltimos, pastdan o'tib keta olay. Shafqatsizlarcha yo'q deyman. Jin ursin. Ehtiyot bo'lishim kerak. O'tkazib yubor. Kechirasan do'st. Nimadan qo'rqyapsizlar, hayronman. Ehtiyot bo'l. Ular ataylab qilishyapti. Bilaman, bu juda yomon. Bu yoqimli. Tasavvurimda samolyot uchayotgan o'rtoqlarimni ko'ryapman.
ya'ni do'stlarimni. Men bu samolyotni yutsa, uni boshqa odamga berish kerak. Axir bularning hammasi youtuberlar-ku. O'zlariga samolyot kerak emas. Men shunday qilaman. Agar u yutsa. Qarang. Samolyot qanday do'stlar? Juda zo'r. 8 ta joy va 8 ta kishi bor. Lekin samolyotni uchirish uchun men shu yerda o'tirishim kerak. Shuning uchun kimdirni chiqaramiz. Men ularni samolyotda bir necha soat yolg'iz qoldirdim, lekin hech kim chiqmadi. Shuning uchun ularni samolyot atrofida aylanib yurishiga majbur qildim. Kimdir chiqishi kerak. Ehtimol esdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Bu samolyot 2,5 million dollar turadi. Agar qo'limni olsam men tugadim. Tugasang qachon yangi olib kelishadi? Bor naryoqda o'ynab kel. Bu joyda tezligi muhim emas. Bu yigitlarni chiqarib olishimiz kerak. Qila olmaysan. Aytyapman-ku, tanlash kerak bo'lgan aynan shu Will. Ha, 20 ming dollar men chiqaman. Eshitdim, kelishuvlar bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Ular menga taklif qilishdi. Hozir qo'limni olsam 20 ming olaman. Shu kelishuvlarga rozimisan? Faqat 20 ming bilan. Mayli, Will chiqdi. Endi samolyotni uchirishimiz mumkin. Rahmat, Jimmy. U juda terlab ketibdi. Will o'yinni tark etdi. Endi bemalol uchamiz. Hamma samolyotga kirsin. Bir soat oldin. Ichkarida faqat tashqi qism hisobga olinadi. Stullar va boshqa narsalar hisobga kirmaydi. Men cho't o'yindan chiqdim-da. Divanda ushab qo'ydim. Oh! Sen nima qilding? Bu halol bo'libdi. O'zingni fosh qilgan ekansan. Bu o'yinimizni endi Gib tark etdi. Xayr, Jimmy. Bu ham tellagan. Ha, uzr so'rayman. Ana endi uchamiz. Uchish davomida qo'lingizni olib qo'ymang. Ayniqsa sen. Men juda ehtiyotkorman. Qayerga ketyapmiz, so'rasam bo'ladimi? Ha, shunchaki dam ol, orqaga yot. Men tishlanaman. Sizlar ham shunday qilinglar. Ular qayoqqa ketyapti, biz bilmaymiz. Bu ovoz yaxshilikka emas. Biz ketdik. Ana uch. Oh, sekin. Agar qiziqsangiz, ha, bu samolyot ishlayapti. Harryning yuzi meni o'ldiradi. Bu noto'g'ri tuyuladi. Quti kabi his qilinyapti. Yigitlar, qaysi tomonga ketyapmiz deb o'ylaysizlar? Ana bu tomonda juda ko'p chiroqlar bor. Ehtimol bu London bo'lishi mumkin. Demak biz bilmadim. Siz hozirgina qo'llaringiz bilan ushlab turgan qanotni ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Bu odamni qo'rqitadi. To'g'ri aytasan. O'yinimizni tark etdi. Biz endigina uchishni boshladik. U esa qo'lini olib qo'ydi. Eng ajoyib tomoni, u endi biz bilan manzilgacha uchib boradi. Lekin u chiqib ketgan. Ajoyib-a? Qayerdamiz o'zi? Dublin, Liverpool, Milan, Eyfel minorasini qidiring, balki Parijdamiz. Menimcha bu Southend aeroporti. Shunchaki aylana qildik. Qayerdamiz, Mr. Beast? Qaranglar, bu angar-ku. Biz 1 soat faqatgina aylana qildikmi? Oh xudoyim. Tabriklayman, sizlar prank bo'ldingiz. Biz faqat aylana uchgandik. Endi hammangiz charchagansiz. Sovuqda turibsiz. Haqiqiy qiziqarli joy endi boshlandi. Biz yana angarga ketyapmiz. Endi sizlarga ovqat beramiz. Men sizlar uchun bitta qo'l bilan yeyishga qiyin bo'ladigan narsalarni tayyorladim. Masalan, steak va spagetti. Sen aqllisan? Siz uchun yog'och vilka berishyaptimi? Ovqatdan keyin sizlar uchun maxsus sovg'a bor. Ko'rishguncha. Maxsus sovg'a? Kimdir chiqarib yuboraman desa-chi? Endi bizda oxirgi 5 nafar ishtirokchi qoldi. Endi jiddiylashamiz. Hamma juftlik bo'lib ajralsin. Men boshqa hech narsa demayman. Ey bro, men bilan bo'l, biz yutamiz. Men esa sen bilanman. Men yolg'iz qoldim. Karl, nima qilishni bilasan? Nima qilasan buni? Chap qo'lingizni birlashtiring. Menimcha men nimadandir qochdim, lekin bu menga yomon narsa kelyapti shekilli. Menga nimadir bo'layotgandek. Xuddi shunday. Bu adolatlimi o'zi? Ular qo'lini harakatlantiryapti. Men esa harakat qila olmayman. Mayli. Bu o'yinni agar Lazar yutsa, 9 yoshli bola samolyotni oladi. Men 5 yoshimda juda kasal edim. Leykemiya bilan.
Shuning uchun kimnidir topib, unga men ololmagan imkoniyatni berishga harakat qilaman. Lekin mendan sog'aygan kishini topib samolyotni berasanmi? Ha, imkonim boricha harakat qilaman. Men esa kimdir samolyotni sotishga rozi bo'lsa, pulini bolalar uyiga beraman. Rostdanmi? Yo'q. Men va Mr. Lazer eng yaxshi pozitsiyani topdik. Agar men bu samolyotni yutsam, sen bilan sayr qilamiz. Men ham shunday qilardim. Sen juda charchading shekilli. Men ham juda charchadim. Bu yerda hamma charchagan. Bu men bergan eng katta mukofot, lekin ular biroz qulaylikka berilyapti. Qanotlarini taqiqladim, qiyinroq bo'lsin deb, lekin ish bermayapti. Ular 60 soniya ichida turishlari kerak. Mayli, hammangiz turdingiz. Keling, rutinamizni davom ettiramiz. Hech kim chiqib ketmayotgani sabab men qizil chiziqni olib keldim. Endi samolyotda joyingizni kamaytirdim. Agar qizil chiziqni teksangiz yoki pastga tushsangiz, chiqasiz. Qo'lingni olishga ruxsat berilganmi? Ajab emaski, sen harakat qilmagansan. Sen uni o'rnida ushlab turibsan. Soat 5:00. Men ulardan o'zidan charchadim shekilli. Bizda taklif bor. Men bu yosh yigitga tanga tashlayman. Kim yutsa, qo'lini samolyotdan olmasin. Edis Taylor. Samolyot qiymati $2,5 million. Samolyotdan tush. U o'yindan chiqdi. Erkin bo'lish qanday? Bu juda noqulay. Axir u chiqib ketdi. Bu juda qiyin bo'lishiga ishonaman. Ko'rishamiz yigitlar, men uxlayman. Olg'a. Kalkus chiqib ketganini nishonlash uchun o'yinni yanada qiyinlashtiramiz. Har biringiz bitta barmoq tanlang. Mana shu chiroylisini olaman. Mayli, endi hammaning ko'rsatkich barmog'i muhim. Endi faqat shu barmoq orqali samolyotni ushlab turasizlar. Bilaman, bu qiyin. Albatta. Qo'lim juda tolib ketdi. Men juda hayajondaman. Men ko'p bunaqa tura olmayman. Yana 30 daqiqa kuting va lentani kesaman. Men tanga tashlayman, agar hedis chiqsa, lentani olasiz. Ha, mayli. Davay, men senga ishonaman. Taylor tushdi. Bu 100% zemolikka bo'ladi. Men o'yindan chiqdim. Birodar, senga ishonaman. Men seni qilgan ishingni qadrlayman. Men bu o'yinda irodamni sinayapman. Bu juda ham zo'r bo'ldi. Mayli bolalar, sizlarga omad. Agar sen yutsang, samolyotni kimga berasan? Bu aniq o'ziga oladi. Ehtimol onamga. Menda boshqa hech kim yo'q. Bu ajoyib g'oya. Ha, ular bilan birga ulg'ayganman. Men esa samolyotni montajyorim Jorjiga beraman. Niko aytayapti. Yutsa samolyotni senga beradi. Biror ruhlantiruvchi so'zing bormi? Bo'lsa unga ayt, motivatsiya bo'lsin. Sen shu joygacha yetib kelding. Endi ozgina sabr qil. Oxirgacha bor. Rahmat. Men esa mukofotni ukam va singlim o'rtasida bo'laman. Qo'lim endi o'lyapti. Siz shu tomonga qarang. Ha, mana shu. Mana endi Niko biroz qiynalyapti. Albatta. Ularni biroz yolg'iz qoldirdim. Keyin kamera orqali nimadir paydo bo'ldi. Kimdir chiqib ketdi. Kim deb o'ylaysizlar? Bu men. Birinchi videoni ko'rib chiqing. Yo'q, shunchaki ko'rsatmoqchiman. Bu sen emas. Bu qo'l sizniki. Ehtimol. Sekinlashtirilgan kadr. Niko o'yinni tark etdi. Men juda afsusdaman. Endi borib damini ol. Hammangizga rahmat. Endi faqat Jorji bilan Harry qoldi. Meni qo'lim tolib ketdi axir. Bu odatiy hol-ku. Ishonmayapman, men shu qadar yaqin edim. Mayli, bu yaxshilikkadir. Kim yutadi deb o'ylaysan? Kim yutadi deb o'ylaysan? Men hozir ortga qaytaraman. Buni ko'rdingmi? Gentlemen, musobaqa rasmiy tugadi. Yo'q, men bilardim 1 daqiqa oldin. Axir men yo'q. Buni qara. Yo'q. Endi qo'lingni tushirishim mumkin. Qara, bu seni barmoq. Bu Harry'niki emas. Bu aslida Jorji'niki. Nima? Yo'q.
Harry, sen yutding. Sen yutuqqa biroz yaqin eding. Yaqinlik hech narsani hal qilmaydi. Harry samolyotni yutdi. Seni tabriklayman, Harry. Samolyot muborak bo'lsin. Nimalarni his qilyapsan? Paraflashga tilojuz. Endi esa 3 2 1. Sen uni yutdingmi? Ha. Rostdanmi? Albatta. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundan ham zo'r videolar hali oldinda. Ushbu videoni suratga olish paytida barcha karbon chiqindilarini 10 barobar qoplaymiz.